Professor Sadat Shahriyorning yuziga bo'sa qo'ygan zahoti Supravaning yuziga qattiq tarsaki tushdi. Suprava karaxt bo'lib qoldi. Yuzi yonar edi, lekin undan ham ko'proq qalbining haqoratlanganidan yonayotgan edi. U sevimli insonidan bunday muomalani kutmagan edi. U sekin ko'zlarini ko'tardi va qarshisida baland bo'yli, kelishgan, oq ko'ylak va qora blazer kiygan notanish erkakni ko'rdi. Erkakning ko'zlari nafrat bilan boqar edi. Suprava qo'rqib ketdi va "Siz kimsiz? Men sizning yuzingizdan o'pdimmi? Uyatsizlik!" deb baqirib yubordi. Sadat g'azab bilan "Nimalar deyapsan? O'lging kelsa nariga borib o'l, nodon!" dedi. Bu so'zlar Supravaning yuragiga shishadek botdi. Shu payt Ma'ruf yetib keldi va Supravani bag'riga bosdi. Ma'ruf Sadatga qarab "Nima qilib qo'yding, Sadat? Qiz bolaga ham qo'l ko'tarasanmi?" dedi. Sadat hayron bo'lib, "Begona qizni yonini olyapsanmi, Ma'ruf?" deb so'radi. Ma'ruf esa tishlarini g'ijirlatib, "U begona emas. U mening jiyanim, Suprava", dedi. Sadat dahshatga tushdi. U Supravaga tikilib qoldi. "Men uni chaqaloqligida ko'rgan edim. Qachon shunchalik katta bo'lib ketdi?" deb o'yladi u. Ma'lum bo'lishicha, Ma'ruf va Sadat bir xil kiyimda edilar. Suprava uzoq vaqt ko'rmagan tog'asini, Ma'rufni Sadat bilan adashtirib qo'ygan va quvonchdan uni quchoqlab o'pib olgan edi. Sadat esa buni tushunmay, unga tarsaki tushirgan edi. Ma'ruf do'stiga qarab, "Sen nafaqat Supravani, balki meni ham urding. Agar sening o'rningda boshqa birov bo'lganida, qo'lini sindirib tashlardim", dedi. Sadat esa dunyoni unutib Supravaga tikilib qolgan edi. 15 yil avvalgi o'sha kichkina qizaloq endi butunlay boshqa inson bo'lib ulg'aygan edi. Ma'ruf hazillashib vaziyatni yumshatmoqchi bo'ldi. "Sen mening eng yaqin do'stimsan, demak akamsan. Mening jiyanim, sening ham jiyaning. Jiyan tog'asini o'psa nima qipti? Bu oddiy hol." Sadat tishlari orasidan pichirladi. "Jiyan emish." Onam kichik ukamni olib boshqa bir erkak bilan qochib ketgan kuni otamning ko'z yoshlari mening ko'ylagimni ho'l qilgan edi. O'shanda ukam bor yo'g'i 3 yoshda edi. Otam chet elda ishlardi, lekin baxtsiz hodisa tufayli mamlakatga qaytib kelgan edi. Onam ketganidan 4 oy o'tgach, otam vafot etdi. U onamning judoligiga chiday olmadi. O'shanda men 10 yoshda edim. Buvimning aytishicha, otam onamni yaxshi ko'rib, qochib turmush qurgan ekan. Otam vafotidan keyin buvim men uchun juda xavotirda qoldi. Amakim buvimga bu uyda u buzuq ayolning zurriyati qolmasin deb zulm qila boshladi. Ular hamma mulkni o'z nomlariga o'tkazib olmoqchi edilar, lekin buvim bunga yo'l qo'ymadi. Shu sababli buvim meni uzoqroqqa yuborishga qaror qildi. Ramazon oyida men hayotimdagi ilk ro'zamni tutdim. Keyinroq buvim meni o'qish uchun Dakka shahriga yubordi. Men Uttara tumanidagi bir boy xonadonga kelib qoldim. U yerdagi ayol, madam, meni o'z qizidek qabul qildi. Ismimni Orin Havladar deb o'zgartirib maktabga berdi. Bu uyning yuqori qavatida bir telba yigit bor edi. Hamma undan uzoqroq yurishimni aytdi. Lekin bir kuni u men bilan gaplashdi. Uning gaplari juda aqlli edi. Bir kuni u deraza ortidan mening qo'limni ushlab, kaftimga chiroyli gul va yurak rasmini chizib qo'ydi. Men hayron qoldim. Shunday go'zal rasm chiza oladigan odam qanday qilib telba bo'lishi mumkin? Hozir men 8-sinfda o'qiyman. Madam menga va'da bergan. Agar yaxshi o'qisang, seni chet elga olib ketaman. Men o'z kelajagim uchun harakat qilyapman. Rodela ajrashganiga ro'ppa-rosa 5 oy bo'ldi. U o'rtaxo'l oilaning qizi. Otasi marhum Maqbul Husayn ibgazlama savdogari edi. Rodelaga sovchilar kelganida otasining ishlari juda yomonlashgan. Qarzdorlar esa tinchlik bermasdi. Shunga qaramay u bor yo'g'ini sotib to'y qilib berdi. Ammo to'ydan 1 oy o'tmay vafot etdi. Rodelaning turmushi esa do'zaxga aylandi. Qaynonasi uni quldek ishlatar, eri esa asossiz ravishda kaltaklardi.
Nihoyat onasi va ukasi politsiya yordamida uni u yerdan qutqarib olishdi. Sud orqali qiyinchilik bilan ajrim hujjatlarini olishdi. Bir kuni Rodelaning eng yaqin do'sti Shreya qo'ng'iroq qilib, ertaga akasi chet eldan qaytayotganini va Rodela ham aeroportga borishi shakligini aytdi. Rodela avvaliga rad qilmoqchi bo'ldi, lekin do'stining qaysarligi oldida taslim bo'ldi. Uning onasi Fatima xonim ham uni qo'llab-quvvatladi. Boshqa bir tomonda chet elning sovuq qish kechasida Rodro Choduri vatanga qaytishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. U kelishgan, bug'doyrang va jozibali yigit. U singlisi Shreyaning ijtimoiy tarmoqdagi postini ko'rib qoldi. Suratda Shreyaning yonida bir qiz turardi. U Rodela edi. Rodro o'sha lahzada go'yo sehrlanib qoldi. Rodelaning moviy ko'zlari, oppoq yuzlari va ayniqsa labining ostidagi o'sha kichkina xoli Rodroning qalbida kuchli titroq uyg'otdi. U o'ziga o'zi pichirladi. Nahotki inson shunchalik maftunkor bo'lsa, shunchaki ajoyib. Endi Rodro uchun bir daqiqa ham chet elda qolish azobdek edi. Uning kulrang ko'zlari endi faqat o'sha xolli qizni ko'rishga mushtoq edi. Ertangi tong uning hayotida yangi bir sahifa ochishi aniq edi.